Dikkat. Tushgan savol 29 yoki 30 kuni tushgan. f(x) ax kvadrat plus bx plus c juft funksiya bo'lsa va y teng 4x ayrilgan 4 bilan bitta nuqtada kesishsa deyapti va ox uqida bo'lsa shu kesishgan nuqta deyapti. A shart a plus b taqsim c ni so'ragan, b shart demak f minus 4 ni so'ragan. Demak diqqat qiling. Bu juft funksiya bo'ladigan bo'lsa, bilamizki juft funksiya bo'lishi uchun kvadrat funksiya mana b 0 bo'lishi kerak. Tushunarli? Chunki ax kvadrat bu juft holatda keladi, c ni o'zi ham juft deb qarasak bo'ladi, ikkalasi yig'indisi bo'lishi kerak. Demak o'z-o'zidan demak b 0 ekanligi chiqdi bizga. Demak fx funksiyamiz ax kvadrat qo'shilgan c ekan. Demak birinchisi ketdi. Va endi agar to'g'ri chiziq bilan kvadrat funksiya bitta nuqtada kesishadigan bo'lsa va u aynan urinish kerak. Aynan urinish kerak. Boshqa holatda kelish qiyin masala. Boshqa holatda bo'lishi mumkin. Y teng x ga bog'lanmagan bo'lishi kerak-da. Y teng masalan 5, y teng 4 bo'lishi mumkin. Lekin chiziqli funksiya bilan kvadrat funksiya bitta nuqtada yechim bo'lish sharti aynan mana bu urinma holatda kelish kerak. Demak, ox uqida bu nuqtalar kesishadi degan bo'lsa, demak mana buni grafikini chizib ko'raylik bitta. X ga 0 beramiz, y dan minus 4, mana minus 4, x ga 1 beramiz, y dan, ya'ni y ga 0 berganimizda x dan 1 bo'ladi. Funksiya grafiki mana shunday ketadi. Xo'p, shunday bo'lgandan keyin aynan mana bu ham, mana buning grafiki ham shu bilan mana shu nuqtadan o'tish uchun taxminan o'ylaymizki, mana shunday bo'lgan bu. Mana shu holatda bo'lgan. Mana bu ikkalasi x ning 1 degan nuqtada kesib o'tgan. Demak, urinma tenglamasining x qiymati, ya'ni x0 deb olsak, x0 bu ikkita funksiyaning urinish nuqtasidagi x qiymati. Shuni 1 deb oladigan bo'lsak, xo'p, x0 1 bo'lgandan keyin funksiyadan hosil olamiz, mana buni hosil olamiz. Hosil olsak 2a x0 y hosila teng bo'ladi k ga. K nimaga teng bizga? K bizga 4 ga teng. 2a ko'paytirilgan x0 teng 4 ga. x0 birligi aniq keltirib qo'ysak, a ning qiymati bizga nech chiqadi? Hisoblasa 2 chiqadi. Yaxshi, ikkinchi holat ikkalasi kesishadi deyapti. Tenglashtiramiz. Mana bu bilan buni bir-biriga tenglashtiramiz. 4x ayrilgan 4 teng deymiz. A x kvadrat qo'shilgan c deymiz. Mana bu ham x0 degani keltirib qo'yamiz. x0 ni 1 ni keltirib qo'ysak, buni qiymati 0 ga aylanadi. Bu yerga 2 ni keltirib qo'ysak, 2 kara 1 kvadrat qo'shilgan c desak, c ning qiymati bizga minus 2 chiqadi. Demak, a, b, c larni ham topib oldik. A shartning javobi a ni o'rniga 2 olamiz, b ni o'rniga b ni 0 deb oldik. Biz mana qarang. Xo'p, c ni mana bu yerda topdik. 0 taqsim c ni o'rniga minus 2 qo'ysak, demak natija minus 1 chiqadi. B shart fx ni o'zini topib qo'yaylik. Fx mana bunga nima teng edi? Qarang. A ning qiymati 2. Demak, fx ni yozib qo'yamiz. O'zlari topib olasizlar. Mana keyin x larni minus 4 qo'ysangiz javob chiqadi. 2x kvadrat b esi 0 bo'lgandan keyin yozmasa ham bo'laveradi, ayrilgan 2. Ana shunga x o'rniga minus 4 qo'ysangiz, 16 kara 2 32, 2 ni ayirsangiz 30 degan javob chiqar ekan. B sharti javobi. Misol mana shu tartibda ishlanadi. Buni biza funksiyani yasashni bilishimiz kerak. Mana juft funksiya bitta nuqtada kesib o'tadi, nima degani? Tushundingizmi? Faqat nazariya. Nazariyangiz yaxshi bo'lsa, misolni zo'r ishlab chiqasiz. Tushundingizmi? Faqat 4 ta misol ishlagan bilan men sertifikat olaman degan bilan bo'lmaydi. Yaxshilab ichga kirib borish kerak misollarni. Shundagina javob chiqara olasiz.